Madridga xullas 30 kilometr qoldi. Ana shu zapravkaga to'xtaganman. Zapravkaga to'xtab mashinani oldin ko'rgansizlar. Xullas atrofda manzarani ko'ryapman. Yoninglar kayf beradi. U tog'ni qaranglarda soya tushib turibdi. U tog'ni qaranglar. Soya tushyapti. O'sha yerdan bulutlarda soyasi tushyapti. O'zbekistonda ham 85 ga kirib mana bunaqasini ko'rganim yo'q akalar, reallikka beryapti. Shuncha deb pulni qisib o'tiravermasdan keyin olib oilaviy bo'lib bir kelib mana Madridga. Bu faqat Madrid deganda biz futbolni tushungan ekanmiz. Xolosda hozir endi mana tog'larni ko'ryapman, bu manzaralarni ko'ryapman. To'g'risi Madrid faqat futbol emas ekan. Hatto dam olgani kelsa bo'lib, u toshlarni qaranglar akalar. Ortiqcha maqtamayapmanmikan deb o'ylayapman. Yoki ta'riflashga so'z boyligi yetishmayaptimi? Xullas, nimani atmosferasini qaranglar. O'zimizda ham qiradirda o'sgan bola biz. Qo'ydi orqasidan eshakda bir bekitib yurgan bolalar biz. Bunaqa manzara yo'qda bizda va to'g'risi. Shu orqasiga bekinsa bo'ladigan joylar, quvlashmacha o'ynaydigan joylar ekan. Mashinalarimiz xullas mana shular. To'rtta mashina xullas